Assalomu alaykum. Xolodilnik haqida ozgina manfaatli bu maslahatimizni berib o'tamiz. Xolodilniklarda endi mana shu isparitel bo'ladi, shu muz xonasi. Muzlash jarayonida suv paydo bo'ladi. Shu suvni erigan jarayonda ishlamagan paytda erib suv paydo bo'ladi. Shu mana u chiqish joyi bo'ladi mana. Teshik qilib qo'yadi. Jovaskoy. O'sha suv shu yerdan tushadi. Buni endi qayerga tushishini ko'rsatib o'taman. Tak. Har xil bo'ladi, har xil xolodilniklarda. Bunda mana shlanqaga mana bu tushib tepa xolodilnik motorning tepasiga tushadi. Mana bu motorning tepasida idishi bo'ladi. Endi har xil bo'ladi, bu signallar tagida bo'ladi, buni tepa motorning tepasida. Lekin hamma xolodilnikda bo'ladi mana shu. Hamma xolodilnikda bo'ladi. Shuning uchun buni asosiy aytadigan narsam o'sha 1 yildami, 6 oydami o'sha tekshirib turish kerak. Suv tushadigan suv to'planib qolsa, hidlanib, aynib o'sha noto'g'ri zapx chiqadi. Uyda shunaqa paydo bo'ladi, o'shani tozalab turish kerak. Buni endi yechish jarayoni shu tortsa chiqadi. Buni endi chiqara olmaymiz o'sha. Chunki har xil xolodilnikda har xil bo'ladi. O'sha ko'rib nima qilish kerak. Olsa bo'ladi. Tak. Buni motorning tepasiga nimaga shu motorning tepasiga qo'yilgan. Motor iliq bo'ladi ishlash jarayonida, o'sha tushgan suv parlanib ketishi uchun. Lekin o'sha ko'p suv tushsa parlanib ketmaydi, to'planib qoladi. O'shani tak yuvib tozalab turish kerak. Bo'lmasam zapx chiqib o'sha xonani harorat havosini o'zadi. Savollar bo'lsa kommentariyada yozib qoldirasizlar. O'sha nima savollaringiz bo'lsa o'sha ko'rib iloji bo'lsa javob qaytaramiz, javob beramiz.